Osh uchun masalliqlarni yuvib, po'stidan tozalab oldimizga qo'yib olganimizdan keyin qozonga o't yoqib qo'yamiz. Shu qozonimiz qizib turishi kerak. Qizigan qozonga mana shu 8 kishilik, 10 kishilik osh uchun biz mana shu 3 ta cho'michda yog' qo'yamiz. Va albatta bunga ozgina qo'y yog'idan ham o'sha tuxum yog'idan to'g'rab tashlaveramiz. Osh mazasi shirin bo'lishi uchun. Bu yoqda qozonda yog'imiz qizaveradi. Ungacha biz piyozni, go'shtni, sabzilarni to'g'rab olamiz. Bu yoqda qozonda yog' qizib turaveradi. Bu yoqda to'g'rab tayyorlab olamiz. Shu vaqtda ham bu paytda tejagan bo'lamiz. Sarimsoq piyoz hamma ovqatlarga alohida ta'm beradi. Ko'pchilik oshga butunini solishadi, lekin biz oilamizda ko'p kishi pishgan sarimsoq piyozni yoqtirishmagani uchun biz mana shunaqa 3-4 ta do'lkasini to'g'rab solamiz oshga. Bu ham alohida maza beradi. Go'shtni endi choyxona palov bo'lgandan keyin albatta to'g'rini chiqarib solishimiz kerak. Mana o'sha qo'yovni qo'shish jarayonimiz qizib turgan yog'ga ozginagina qo'y dumbasidan solib eltib olamiz. Buni jizza qilib yesangiz ham bo'ladi, xohlasanglar shundoq oshdagida qilsa ham bo'ladi endi. Mana jizzamiz ham tayyor bo'lyapti. Bu jizzani oshni tagida qoldirganimiz ma'qulroq. Hozir mana e'tibor bergan bo'lsanglar, go'shtni emasda piyozni soldik. Chunki to'g'ramchilangan go'sht ko'p qovurish jarayonida qovurib mazasi o'zgarib ketadi. Shuning uchun piyozni solib yaxshilab qizartirib olamizda. Oshni zirasini ham shu jarayonda solamiz. Mana shu qovurish jarayonida solingan zirani ta'mi aynan o'sha choyxona palovni ta'mini beradi. Shuning uchun ham ko'p erkaklar choyxona palovni yaxshi ko'rishadi. Mana piyozimizning rangiga e'tibor beringlar. Bunaqa qizarib ham ketmagan, endi qizarishga kelyapti. Mana shu paytda go'shtni solib olamiz va yana qovurishni davom ettiramiz. Qozonni qopqog'ini yopmasdan qovuramiz. To'yga mana shu piyoz qizarib olguncha. Oshni qancha piyozni qizartirsangiz, osh rangi shuncha chiroyli chiqadi. Tuzni ham solamiz shu jarayonda. Har qanday ovqatni tayyorlashda mazali chiqishi ovqatingizni tuzni bir marta solishga ahamiyat beringda. Qayta tuz solinganda ovqatning mazasi buziladi. Mana bir china burchimizni shu oshni qovurayotgan paytimizda yutib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana piyozimizni ko'rsak qip-qizil bo'lib chiqishi kerak. Shundan keyin to'g'ralgan sabzini, maydalangan chesnokni solib qovuramiz. Piyoz qanchalik qizargan bo'lsa, oshimizning rangi ham shunchalik chiroyli bo'ladi. Shundan so'ng qopqog'ini yopib qovurishda davom etamiz. Mana yaxshilab qovurilgandan so'ng suvni quyamiz. Qaynagan suv quyilsa yana ham yaxshi. Tezroq tayyor bo'ladi oshimiz. Mana o'sha suv quyib olganimizdan keyin tayyor etib qo'ygan no'xatimizni solamiz. Yarimtagina limon bo'lagini solamiz. Bu ham o'ziga xos ta'm beradi. Oshni mayzini solamiz, xuddi shu joyda. Agarda uyingizda bo'lsa, pomidor qoqini bitta yuvib tashlab solamiz. Hamma solayotgan masalliqlarimiz o'ziga yarasha maza beradi. Shundan so'ng qopqog'ini yopib, no'xat pishguncha qaynatib olamiz. No'xatlar pishgandan keyin pomidor qoqilani alohida tariqaga olib qo'yamiz. Shu guruch solganimizda yana ham ezilib ketmasligi uchun. Guruchlarni solib, oshimizni pishirishda davom etamiz. Guruchlari yetilib, suvlari tortilgandan so'ng oshni damlashni boshlaymiz. O'rtaga to'plab chiroyli qilib qozonga yopishgan guruchlarni olib, o'rtaga to'plagandan so'ng qoshiqni tiqamiz. O'sha joylardan ham oshiqcha suvlar chiqib ketadi. Qancha oshingizda suv qolsa, osh lanj bo'lib qoladi. Shuning uchun bor suvlarni chiqarib damlaymiz. Mana oshim tayyor bo'libdi. Ichiga solingan masalliqlarni alohida olib aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib, bir tekisda chiroyli qilib, mana bunaqangi milliy sopol tavalarimizga solib, dasturxonga tortsanglar, yana ham ishtahani ochuvchi bir osh bo'ladi. Ayollar, hurmatli kelinjonlar, qo'llarimiz qancha shirin bo'lsa, erkaklarimiz ham hadeb choyxonaga yuguravermasdan, uydagi mana shunaqa choyxona palovlarni yeb, birda ikkita choyxonaga bormasdan yonimizda qolishadi.